Kokosh haqida bo'lgan barcha voqealar aslida PR ekan, barchasi yolg'on edi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda kanalimizda mehmon bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lishni va videolar davomida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Kokosh haqida bo'lgan butun blogerlar va Ahad Qayum, Jasmina Trans, Abbosxo'ja va boshqa bloger va aktrisalarni janjallarga sabab bo'lgan ko'pgina sirlar ochilgan. Bu janjallarning barisi yolg'onmidi? Bu haqda Abbosxo'ja klinika rahbari va Nilufar Kokoshlar bilan birgalikda yangi intervyu tayyorlashdi. Unga ko'ra Abbosxo'ja: har xil fikriga bormanglar, intervyuni kutinglar. Vrach bilan bo'lgan holat men haqimda aytilgan gapga oydinlik kiritadi. Klinika va operatsiya haqida Sog'liqni saqlash va huquq-tartibot organlari munosabat bildiradi. Bu intervyu Instagram tarmoqlarida obro'sizlantirib, sha'nimga bo'xton qilgan ayrim bloger va holatlarga oydinlik kiritish va boshqa haqiqatlari haqida kutinglar. Abbosxo'ja Akraf esa men bilan gaplashish uchun ayrim haqiqatlar ochilsin deb qilgan ishi bo'lgan, boshqa gap yo'q. Intervyuni kutinglar. Kokosh sog'ayib tezroq oyoqqa tursin. Bizga faqat shu kerak. Meni kimligimni meni taniganlar biladi. 15 yildan beri qancha yaqin do'stlarim, hammasini kasbimdan yaqin bo'lgani bilan odam meni biladi. PR kerak emas menga, deydi Nilufar. Shunday ekan, hozirgi kunda Abbosxo'ja Toshkentga qaytdi va Kokosh bilan ko'rishdi. Ular barchasi klinika rahbari bilan yuzma-yuz gaplashgan holda barcha haqiqatlarni bir-birlariga aytib, aslida nima bo'lgani haqida butun ommaga oshkor qilishmoqchi. Lekin so'z boshida aytishdiki, bularning barchasi PR edi. Demak, Kokoshning ahvoli ham yaxshi bo'lganmi yoki yomon? Bu haqda ular barchasi kelishib olishganini aytishmoqda. Bundan tashqari, Abbosxo'ja turmush o'rtog'ini tabriklab shunday deb yozadi: tavallud ayyoming bilan seni menga nasib etgan Allohimga shukr. Qanchalik meni tushunib yashaganing, uni har qanday vaziyatda meni deganing uchun, oilamizni muqaddas bilib, hech qanday gap so'zlarga kirib, mendan hatto bir marta ham arazlamaganing uchun rahmat deyman. Bungacha kunimdan sendan roziman. Bu yo'lga ham shunday bo'l. Sendek ayol ko'paysin. Shunday deya Instagram sahifasida post qoldirgan Abbosxo'ja shuncha janjallarga va Kokoshga uylanishi borasidagi video syomkalarda doimo ayoli uning yonida turganini va shu sababdan ham nima bo'lgan taqdirda ham men oilamni tanlayman, deydi Abbosxo'ja. Hozirgi kunda Kokoshning ahvoli ancha yaxshi, deydi uni yonida yurgan do'stlari, yaqinlari. Bundan tashqari Kokosh barchaga ortiqcha yog'larni kestirib tashlash emas, balki oshqozon operatsiyasini qildirishni barchaga yana bir marta taklif etdi. Qanday vaziyat bo'lmasin, biz insonmiz. Inson bo'lib qolaylik. Nima bo'lsa ham Kokoshga sog'lik, omonlik tilaymiz. Bu janjallar yopilishi uchun, barcha xalqimiz o'ynab kulib yashash uchun video ostida bir dona like tugmasini bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiring.